Ayol sovqatmasa ham sovqatmadingmi degan issiq mehrga muhtoj, chunki tabiatdan shunday, mehrga tashna yaratilgan. Ayol och bo'lmasa ham och qolmadingmi degan daldaga muhtoj, chunki unga dalda kerak. Ayol qiynalmasa ham qiynalmayapsanmi degan e'tiborga muhtoj, chunki u zaifa. Ayol o'zini puli bo'lsa ham pulga ehtiyojing bormi degan tasalliga muhtoj, chunki u ojiza qilib yaratilgan. Ayol charchamasa ham charchamadingmi degan tog'dek suyanchiqqa muhtoj, chunki u kuchsiz qilib yaratilgan. Ayol bir yilda bir marta bo'lsa ham besabab kichkinagina hadyangizga muhtoj, chunki u zebu ziynatga o'ch qilib yaratilgan. Ayolingiz necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar doim sizni kuchli mehringiz, sevgingiz, shafqatingizga, daldingizga, erkalashlaringizga muhtojligicha qolaveradi, chunki u nozik xilqatda yaratilgan.